Bugun bizda Yevropa gazda ish qizg'in. Bu yoqda Lacetti avtomobillari va Kia Sonet avtomobillariga Cobalt va yana Cobalt va u yoqda Lava avtomobillariga hammasiga propan metan gazlarini o'rnatib beryapmiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, qanaqa jihozlar va qanaqa narx-navolar bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Kia Sonet avtomobilimizga 3 dona 30 litrlik metan gaz ballonni bagaj qismiga chiroyli qilib, mustahkam qilib, original krani bilan o'rnatib berilyapti. Mana turish holatlari. Oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, ADAX reduktori sifati eng yaxshi reduktorlarimizdan va har doimgidek Rail 2 ohmlik italyanskiy falsunka qo'yilyapti. Blok boshqaruv, ya'ni miyasi Yevropa gaz brendi Avance blok boshqaruvi Avance DualJet 48 ga 4 blok boshqaruv bilan o'rnatib berilyapti. Kia Sonet nima uchun bu оборудование, bu kompyuter blogimiz o'rnatiladi? Kia Sonet 8 injektordan iborat. O'shaning uchun Avance DualJet 48 ga 4 kompyuter blogi bilan o'rnatib berilyapti. Buni narxini 8,5 million so'mga o'rnatib berilyapti. Hop, bu yoqda Cobalt avtomobilimizga Vicor brendi ostida ishlab chiqariladigan 90 litrlik metan gaz ballonni mustahkam chanaga chiroyli qilib o'rnatib berilyapti. Oldi jihozlariga Laydova reduktorini o'rnatib berilyapti. Oldi jihozi original zapravочный va salonni ko'rsatib turuvchi datchiklari bilan o'rnatib berilyapti. Laydova brendi ostida Xitoyda ishlab chiqarilgan bu reduktorimizga 1 yil kafolat. Emlatir bormi? Ballonlarimizning narxi mana 15 kun, 20 kunlar bo'ldi. Sekin-sekin zavod oshirib boryapti. 5-10 dollardan o'rnatib borilyapti. 5-10 dollardan ko'tarilib boryapti. Zavod narxi oshirgan hisobiga. Bu avtomobilimizga 3 million 400 mingga 90 litrligi 3-pokoleniyasini o'rnatib berilyapti. Bu yoqda ham Cobalt avtomobilimizga 3-pokoleniya jihozlar bilan o'rnatib berdi. Bunga ham Laydova Xitoyda ishlab chiqarilgan original sifati 1 yillik reduktorlarimiz bilan o'rnatib berilyapti. Shlankalariga eng mustahkam chidamlisini o'rnatib berilyapti. Original zapravочный hammasini ideal holatda o'rnatib berilyapti. Bu Cobaltimizga ham 90 litrlik 3-avlod pokoleniyasini 3 million 400 mingga o'rnatib berdik. 90 talik ballon bilan. Hop. Bu yerda Labo avtomobilimizga 230 litrlik metan gaz ballonlarini o'rnatib berilyapti. Mana joylashishlari. Va ikkinchi ballonni bunaqasiga qo'yildi mana. Ko'rishlaring mumkin. Kuzov holati, kuzovni ko'rishlaring mumkin. Va oldi jihozlariga har doimgidek Laydova reduktori ideal qilib, chiroyli qilib 1 yil kafolati bilan o'rnatib berilyapti. Azizlar, kesalaring boshlansa qancha vaqtda bo'ladi deyishadi-da ko'plar. Kesalaring boshlansa 2 soatda o'rnatib beriladi. Harakat qilib 2 soatda o'rnatib beramiz. Kia Sonetga metan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ozgina vaqt cho'ziladi. Sal ballonni ko'pligi hisobiga 3-4 soat vaqt ketadi unga. Bizda Onyx avtomobiliga metan gaz ballon 90 litrlik Vicor brendi ostida ishlab chiqarilgan eng sifatli metan gaz ballonni o'rnatib berdik. Tagiga o'sha chanani mustahkam eng original variantlarini o'rnatib berdik. Oldi variantlariga, oldi jihozlariga qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, reduktor ADAX original reduktori sifati eng yaxshi bo'lgan reduktorlarimizdan original zapravочник va
Bu 10X avtomobillariga hali programma chiqmagan sababli Panda degan variator bilan o'rnatib berilyapti. Bu mashinani yaxshi yurishiga xizmat qiladi. Xo'p. Blok boshqaruvi Yevropa Gaz brendidan Avansi 32 ga 4 kompyuter miyasi bilan o'rnatib berildi. Hamma narsasini original qilib, jihozlarni zo'r qilib o'rnatib berdik. Mana blok boshqaruvi mana bu yerga joylashtirildi. Farsunkasi o'sha italyanskiy Rail 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsunkalarimizdan o'rnatib berdik. Buni narxini 5.800.000 so'mga o'rnatib berildi 90 talik metan gaz balon bilan. Bu Cobalt'imizga propan gaz balon o'rnatib berilyapti. Oldiga qo'yiladigan jihozlar original Tomasetti Achille Nordic AT09 modeli, eng sifati yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan va farsunkasi Rail 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsunkalarimizdan buni va buni Подделка, ya'ni Xitoy oddiy sexda ishlangan variantlari bor. Buni luks kopiyalari chiqqan mana. Plombasi sal qalinroq quyiladi originalda. Poddelkada salgina kamroq quyiladi. Bir metalik filtri, tagumit shlang hid chiqarmasligi uchun hammasini original qilib o'rnatib berdik. Mana bu yerda filtr turadi. Buni ham almashtirib turish kerak. Har 20 ming, 30 mingda 40 ming, 50 ming so'm turadi. Shu joylarga e'tiborli bo'lishlaringni so'rab qolamiz. Bunga zapaskasini o'rniga 47 talik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balonimiz o'rnatiladi. Bizda Bardosh avtomobiliga metan gaz balon o'rnatish uchun keldi akamiz. Buni narxini 47 talik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balon bilan eng original sifatli qilib 3.200.000 so'mga o'rnatib beryapmiz. Bir avtomobilimizga metan uстановка qilib beryapmiz. Bunga Avansi 32 ga 4 italyanskiy farsunka tayyor bo'ladi. Poddelkasi emas, originali. Mana 3 talik Adax X reduktor, originali bu ham, poddelkasi emas. Xudo xolisa siltamay cho'tki yurib beradi 140 gacha. Qancha garantiya beramiz? 1 yil. Ana. Bizga kesalaring 1 yil kafolat beriladi va borini borda, yo'g'ini yo'q deb aytamiz. Originalni original qo'yiladi. Bu Bardosh avtomobilimizga metan gazni bitta 60 talik va bitta tagiga bitta 30 talik bilan o'rnatib berilyapti. 6,5 million so'mga o'rnatib beriladi. Original oldi jihozlari original 4-paketli naqib o'rnatilyapti. O'sha italyanskiy Rail farsunkasi, italyanskiy o'sha Xitoyda original Adax reduktori, miyasi Yevropa Gaz yoki Stagofas 200 o'rnatib beriladi. Mana bitta mana bu yerga 60 taligini va tag qismiga bitta 30 taligini o'rnatib beriladi. Eng original jihozlar bilan o'rnatib beriladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hamma dokumentlari beriladi. Bizning manzilimiz qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. Mana bu Anhorda bo'yida joylashganmiz. Yevropa Gaz servis, metan gaz servis. Bu yog'i Betonkadan kelishda Sardobadan o'tganda Qovun bozordan to'g'ri Gulistonni ichiga 18 kilometr yo'l bosib, mana shu o'ngga qayrilib, mana shu ko'prikchadan kelsalaring bo'ladi. Avtomobillaringga eng yaxshi sifatli jihozlarni o'rnatib beramiz. Bu yog'i o'sha Jizzaxga o'ngga burilib ketadigan Betonkadan, most tagidan to'g'ri Gulistonga 15 kilometrda svetofor chiqadi. O'ngga qarab qayrilib 1,5 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Qayrilib shunda o'ngga burilib, mana shu ko'prikchadan kelsalaring bo'ladi. Yozgi issiq kunlarida mana Anhorda maza qilib cho'milib ketsalaring bo'ladi. Azizlar, Yevropaga sizlarga doim sifatni tavsiya qiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bosilgan likelar YouTube ko'proq insonlarga
ko'proq insonlarga tavsiya qiladi. Bosilgan layklar evaziga videolarimizda. Tanlovda adashmanglar. Borini borda aytamiz. Hammasi siz aytgan jihozlar o'rnatiladi. Qaysini desangiz o'sha narsani o'rnatib beramiz. Yevropa gaz birinchi qo'llardan doim sizga sifatni tavsiya qiladi. Agar sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.